Hammaga salom. Bugun vannamni raspakovka qilishga qaror qildim. Albatta bu hazil, chunki vanna raspakovka bo'lmaydi-yu. Lekin men shu klyonkasini remont boshlanganda olmagan edim. Shuni o'ziga yopishgan holatda turuvdi. Bugun endi shuni chiqarib va chekasi o'sha kafellarda tagi germetik bo'lgan, lekin qandaydir suv to'planyapti uni ichiga. Shu uchun men o'ylab mana shunaqa germetik lenta oldim va bugun vannani ochib, klyonklardan tozalab, o'zim shu narsani yopishtirishmoqchi bo'ldim. Va aytadi-yu, erkak kishiga 40 hunar oz deb, lekin ayol kishiga ham 40 hunar oz ekan. Iloji boricha ko'p narsani bilganingiz yaxshi ekan. O'zingizni qo'lingizdan kelsa, hech kimga yalinmaysiz ham, hech kimni chaqirib ham o'tirmaysiz. Va hamma narsani baribir odam o'zi qilib ko'rish kerak ekan. Qiyinmi, osonmi? Bo'lganicha-da o'xshamasa, o'xshamas. Bu narsaga siqilib o'tirish kerak emas. Lekin o'xshab qolsa, qo'ldan kelgancha qilib qildim bugun ham. Shunaqa qilib o'sha silikonoviy nimani lentani ochib, shunaqa qilib yopishtirishni boshladim chekalariga. Juda ham mustahkam deyishdi. Men buni Valberisda ko'rdim. O'ylab nima qilishni bilmasdan Valberisda qarab ko'rdim, hamma joyda qarab ko'rdim. Mana shu lentani reytingi baland ekan. Endi bu naqadar прочныйligini bilmayman, chunki bu sarg'ayishi mumkin, tagiga yana suv to'planishi mumkin, kleydan chiqishi mumkin. Endi buni ishlatish jarayonida bilamiz qanchaga chidashini. Lekin hozircha mana shunday qilib yopishtirib qo'ydim. Ham vanna chiroyli bo'lib ko'rinar ekan, приятный bo'lib. Bilasizlar, hozir menda yangi remont bo'lgan uyim. Hali unaqa yaxshi sharoitim yo'q. Vannamda ham hali moykalarim yo'q, kuxnyamda kuxni naborim yo'q. O'shaning uchun hozircha mana shu ko'rgan bo'lsalaring bloklarimda idishda ham shu vannada yuvayapman. Endi boricha unaqa yo'q narsani emas, bor hayotni ko'rsatib beryapman. Iltimos, bunga meni juda qattiq jazolamanglar. Shu realni hayotni ko'rsatib video olganman. Mana shunaqa qilib tugatdim. Lentani yopishtirib, menga juda ham yoqdi. Oldingi holatidan ko'ra ancha yaxshi. Endi buni испытание qilib ko'ramiz, qanchaga chidaydi va qanchaga bu turadi kleydan ajramasdan. Mana shunaqa holat. Yoqqan bo'lsa like qo'yib qo'yinglar.